Navro'z aka, misol uchun, любой bloger, mana Bobur aka, siz ham, Selbek aka. Shahboz aka, mana siz ham. Misol uchun, reklama beradigan odamga siz nima deb ishontirasiz, mana aka, rezultat qilish uchun. Axlatni ko'rsatasiz, keyin bundan oldingi reklamalaringizda rezultatni ko'rsatasiz. Bu odamga kimdir reklama bersa borki, hech narsani ko'rsatmaydi. Aka, agar rezultat qilib bermasang, ko'rman aka deb. Rahmat, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Menda hozircha shular. Keyingi qurbon siz bo'lishingiz mumkin. Faqat pulni bersanglar, normalniy o'qib beraman.